Ko'pchilik talabiga binoan 2026-yilda tushgan savollarni tahlilini qilib chiqamiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'lmagan bo'lsak, obuna bo'lamiz va videoga like bosib qo'yishni unutmaymiz. Biz boshladik. 26-yilda savollarini tahlilini qilamiz. Demak, bizda berilgan savol olyum bo'yicha berilgan ekan. Shu savolni tahlil qilib chiqamiz. Aytibdi, masala shartida 129 gram H2SO4 SO3 qanaqadir tarkibli olyum bo'lgan. Ana shu olyumni deyapti, neytrallash uchun natriy gidroksid eritmasi sarflanadi. Bilamizki, olyumni ham sulfat kislota neytrallaydi, natriy gidroksid, ham SO3 ni neytrallashi kerak bo'ladi. Natriy sulfat plus suv chiqadi ikkalasida ham. Xo'p, mana shu natriy gidroksid eritmasining hajmi 400 ml, zichligi 1.2. Ko'paytirsam eritma massasi kelib chiqadi. Yana ko'paytiraman 25% degan uchun 0.5 ga. Bu eritmani ichidagi erigan natriy gidroksidi massasi. Endi molga o'tish uchun qirqqa bo'lib yuboraman. Natriy gidroksidi moli kelib chiqadi. Demak, 40 bilan 400 qisqarsa 10 qolsa, 10 bilan 1.2 12 ni bersa, 12 ni 0.25 ko'paytirish degani bu 4 ga bo'lish degani. 12 ni 4 ga bo'lsa 3 bo'ladi. Demak, 3 mol nima ekan? Natriy gidroksid. Ko'rib turganimizdek 1 mol sulfatsida bilan 2 mol natriy gidroksid, 1 mol SO3 bilan 2 mol natriy gidroksid. Demak, olyum tarkibidagi kislota bilan mana bu SO3 ning moli 2 barobar kam bo'ladi natriy gidroksiddan. 3 mol natriy gidroksid bo'lsa, ichidagi mana bu sulfatsida bilan SO3 lar 1.5 molni tashkil qiladi yig'indisi. Endi nima qilamiz? X mol sulfat kislota olamiz, Y mol SO3 olamiz. Massasi 129 ni berish kerak. 98x plus 80y barobar 129. X plus Y ni qiymati esa 1.5 ni berishi kerak. Endi sistemani ishlaymiz. 98 ga ko'paytiramiz. Ko'paytirganimizda x lar qisqarib ketadi. Mahrajidan, ya'ni tenglamani pastki qismini tepasidan ayiramiz. 18 ta y qoladi. 98 ni 1.5 ga ko'paytirib ayiramiz. 129 ni 18. Demak, 18 ga teng bo'lsa y 1 bo'lar ekan. X imiz o'z navbatida 0.5 bo'ladi. 0.5 bo'ladi. Ana endi. Xo'p, olyumni tarkibi mana bunaqa ekan. X imiz sulfat kislota edi. Sulfat kislotaga SO3. 0.5 mol sulfat kislota, 1 mol SO3. Unga biz suv qo'shadigan bo'lsak, ana bu 1 mol SO3 imiz 1 mol suv bilan reaksiya kirishib ketadi-da. 1 mol sulfat kislotaga aylanadi. Bundan tashqari olyumni tarkibida 0.5 mol sulfat kislota bor edi. Jami hisobda 0.5 ga 1 ni qo'ysak, 1.5 mol sulfat kislota uni massasiga o'tsak, 98 ga ko'paytiramiz. Ana shu olyumimizni foizini topishimiz uchun yarim mol sulfat kislota 49 gram qo'shamiz, 1 mol SO3 80 gram. Ya'ni qo'shadigan bo'lsak 129 gram olyumdan hosil bo'ladi 1.5 ko'paygan 98 gram sulfat kislota. Ana endi 100% sulfat, 100% olyumdan necha foizli sulfat kislota hosil bo'ladi desak, olyumimizni foiz konsentratsiyasi kelib chiqadi. Olyumni foiz konsentratsiyasi 1.5 kara 98 bo'lamiz 129 ga. Ko'paytiramiz 100% ga. 114% deb olaylik. Taxminan 3.95 kelib chiqdi. 114% deb ketaylik. Demak, olyumni foiz konsentratsiyasi 114% ekan. Doim mana shu qoida. Olyum 0.5 mol sulfat kislota, 1 mol SO3, 1 mol suv qo'shiladi, chunki SO3 suv bilan reaksiyaga kirishib ketib, 1 mol sulfat kislota beradi. Bundan tashqari yarim mol sulfat kislotasi bilan 1.5 mol sulfat kislota. Massasi topildi 129 olyumni. Sulfat kislota 1.5 mol 98 ga ko'paytiriladi. 100% mana shu olyumdan necha foiz konsentratsiya kelib chiqadi. Ana shunaqa deb topsak. Demak, birinchi qilgan ishimiz bizda olyumni anaqasi kelib chiqdi, foiz konsentratsiyasi kelib chiqdi. Endi masalada aytyapti. Masalaga qaytamiz. Shu tarkibli olyum, ya'ni 114% limida olyumimiz 114% edi. Ana shu tarkibli olyumga 128 gramiga deyapti. 128 gramiga debdi. 28% sulfat kislota eritmasidan qancha hajm quyilganda 34% olyum chiqadi. Qoidamiz bor edi, 34% olyum degani bu
sulfat kislotaga o'tib olishimiz kerak. Biz foiz konsentratsiyani sulfat kislotaga o'tib olishimiz kerak. Bizga olyumniki kerak emas. Forma bor. 0,225 ko'paygan olyumni foizi 34 plus 100 degan formula. Buni formulaga tashlasak, olyumni foizidan sulfat kislota foiziga o'tamiz. 107,65. Bu yerga 107,65 ni qo'yamiz. Hop, keyin 114 dan ayiramiz. 6,35 bo'lar ekan. 107,65 dan ayiramiz. 28%. 79,65 chiqar ekan. Mana bu 114% edi-ku dastlabki olyum. Ana shuni eritmasini massasi, olyum eritmasini massasi beryapti masalada 128 gram. Ana shu 128 gram olyumga necha millilitr mana bunaqa 28% eritma qo'shish kerak. Avvalambor 28% eritmaning massasi topiladi. Mana 128 ko'paygan 6,35 bo'lingan 79,65. 10,2 kelib chiqdi. 10,2 bu ana shu 28% eritmamizni, sulfat eritmasini massasi. Manda shu eritmani zichligini beryapti. 1,2 deb bergan, o'sha 28% eritmani zichligini 10,2 ni 1,2 ga bo'ladigan bo'lsak, 8,5 millilitr kelib chiqadi. Demak, 8,5 millilitr mana bu 28% eritmadan quygan paytimizda 34% olyum, ya'ni 107,65% sulfat kislota hosil bo'ladi. Mana masalamiz yechimi tayyor. Olyum mavzusida masalalar yechimini yana berib boramiz. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsak, obuna bo'lib, like bosishni unutmaymiz.